Bizning kanalga qatorlik bo'lsanizlar, qatorlikni unutmangizlar. Bu echkilerning bağlarını bilsek, qanchada o'tasiz bu Qashqasi qancha? Qashqaning bağısı qancha? Qashqaning başı 6,5 ming o'tadi. 6500 so'm kemi bor ekan bu Qashqa echkining bağısı. Bulchu muzi boshqacha bunun. Bunun bağısı qancha? Bunun bağısı 5000 so'm kemi bor ekan. Yaxshi echkilar ekan. Serke 3000 so'mga satılıp duruşu serke. Bu echkinin bağısı qancha? 4,5 ming. 4500 so'm ekan bu echkinin bağısı olsa. Bu toqol echkinin bağısını bilsek 3500 so'm ekan o'shuning bağısı. Bununcha Qashqaning 3,5 3500. serke mi? Serke. Serke ekan 3500 so'm bağısı. Ortada qarachi. 3500. Bunda 3500 so'm ekan bağlar. Teke ulaqlar alınıptır, erkek ulaqlar 2000 so'mdan alınıp duruşlar. 2000 so'mdan aldırdık. Tekeler. Qashqaning bağısını bilsek, bu echki mi teke bu? Echki ekan. Bağısı qanchaymi shunun? 3500 so'm kemi var. Bunisininchi 4000 so'm kemi var ekan bunun bo'lsa. Bunun bağısı qancha? 4000 danmi? 4000 so'mdan kemi var ekan shu echkilarning bağlari. Qanchani tug'an echkilar ham ular? Çoğun echkilar ekan. Bu niye bu tezkor var? Bu serkelerning bağısını bilsek, burada gelişken çoğun serkeler ekan. Qanchadan ham bağlari? 7,5 dan kam bu. 7500 so'mdan kemi bor ekan bularning bo'lsa. 13 berib atacak. Ekoni 13 ga bermedingizmi? 13000 so'mga bermedik deydi. Parvadasi qanday bularning o'shanda? Burada şöyle bir şey parada. O'zinelar? O'zinelar echkilar deydi. Açacağız nasıl? Uloqni echkining bağısını bilsek, qancha ekan bu ulog'i bilan? 5,5 kam oldu. 5500 so'm kemi bor ekan buning ulog'i bilan. Bu egiz uloqni echkining bağısını bilsek, uloqlari bilan egiz ekan ulog'i 5000 so'mga bermay qo'ydim deydi. 5 mingga beradi. Qayra 5000 berdim. Beraveram. Erta bilan 5000 ga bermay qo'ygan ekan, ham beraveram deydi. 5300 ga berib qo'ydim o'zi. 5300 ga berib qo'ydim o'zi. Erta bilanmi? Uloqlari bilan. Egiz ulog'i bilan. Bu echkini daha ko'rsata ketel. Bu ulog'i bilan qanchami? Bu taka. Taka mı? Bu taka qanchami? Takanın 5000 kami vardı. Tekenin 5000 so'm kemi var ekan. Bu uloq qanday sotiladi? Ulan 2000 so'm kami var. 2000 so'm kemi var ekan bu uloq. Erkek urg'achi bu uloq. Erkek bu. Erkek uloq teke. Bu echkini daha ko'rsata ketsek, egiz ulog'i bilan ekan 6000 so'm kemi var ekan bu echkining. Egiz uloqlari bilan. Mana biri qayana ketib qoldi. Egiz uloqlari bilan. O'zine o'xshash ekan biri. Kozulu qo'ylarni ko'rsata ketsek, shu iki qo'y. Kozulu ikinchi qo'zisi. Cho'ng qo'ylar ekan. Cho'ng qo'ylar ekan. Orta qo'ylar. Qanchadan da o'tasiz ham o'rta qo'ylar? 17 ming dedim 8,5 17000 so'm deb tur qo'zilari bilan. 17000 so'm deb turishadi ekan. Toqtular ekan
4200 so'mdan deb turishadi ekan bularni. Qanchami deydi aka? Bo'yni 6000 so'm kemi bor ekan, erkak qozisi bilan ekan. Erkak qozisi bilan. Foto mana tunda. Bak. Qo'chqor bo'ladi. Qanchaga berbedingiz? Ya 6000 ga bermay ketam, hozir ham. Nasiya beraveramiz. Nasiyam beribsiz? Varianti bormi? Variant bor. Varianti bor ekan. Garantiya o'zini qo'yga garantiya beramiz. Mana. Opshirdim qo'y, opshir. Bunisi-chi bunisi? Qaysi? Bu Jangino qattiqi. Qancha bu? Tumandardiki. Bu 4000 kam bor. 4000 so'm kemi bor ekan. Garantiya. Garantiya. Qashqa egiz qo'ziluv qo'ydi ko'rsata ketaylik. 12000 so'm kemi bor bu. 12000 so'm kemi bor ekan bunun. Qo'zilarni ko'rib turasizlar. Qo'zilarda o'zini o'xshagan qashqa. Qo'zilar bilan ekan. 12000 so'm kemi bor deb No'qat mol bozorida turadi. Mana ikki tishota cho'ng qo'y ekan. 14000 so'm ekan bo'g'az. Ha, ukam. Bo'g'az bu bular. Qo'chqor ekan. Qo'y kerak so'mdan qo'ylardan. 14000 so'm kemi bor deb Qo'chqorda 14000 so'm kemi bor deb turadi. Buyrug'i. Qo'ylarchi qanchadan ham? 4000 dan. Qo'zilar 1500 bor sho'ra. urg'ochi qo'zilar ekan 4500 so'mlik qo'zilar ekan urg'ochi. Buna toza kisar izlaganlarga toza bular. Toza kisarlar ekan. Qaysi yoqdan olib keldingiz ham bularni? Tojikistondan kelibdir. Buna qo'zilarni ko'ringizlar. Qanchadan deb otasiz ham bularni? Qo'zilar bilan. 15000 so'mdan ekan bunday qo'zilari bilan No'qat mol bozorida turadi. Qo'chqorning bahsichi ham. Qo'chqori 25000 so'm ekan. Tojikistonda polni kisar bo'lib ketdi. Gisar izlesengizler. On 14 baş ekan. Bunu tushib berasizmi? Boğazını tushib berasizmi? Tushib beramiz deydi. Егерде ушундай чарбачылыгыңыздарды таза койлор менен өнүктүрөм деп ушундай койлорду издеп аткан болсоңуздар Кисар породасында сиздерге номерин калтыра кетели, көбүңүздөр суранып жатасыздар. Номерин айт, номерин калтыр деп. Номерин айтсак 0755 54 47 27 номерине чалып байланышыңыздар. Түшүп берет экен. Дагын бар экен. Өзүңүздөргө жаккан тандап кала бересиздер. Бул койлор тууралуу да маалымат бере кетсек, Бишкектен алып келдиңиздерби? Бишкектен алып келиниптир. Канча тиш койлор эми ушулар? Кандай? 10 айлык козулар экен. Мындай өтө чоң парода экен. Өзүңүздөр көрүп турсаңыздар керек. Мына. Yok hazır turat oluyor. Abi yaşpaşta yeniler tutam onu. Бардыгы бирдей экен. Бишкектен алып келиниптир. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Эми баалар канчадан эми булардын? Aldı 11 bin satıldı. 11000 сомдон аркасычы. Kaç sattın da geldi. Өзүңүздөр эми эң арзан бергениңиздер канча болот? Direkt gidiyor 10 jarım aldı. 10,5 11.000 сомго чейин экен. Ондон башка болбойт. Мындай чарбачылыкты өнүктүргөнү жакшы порода койлорду багам десеңиздер, ушул койлордон алыңыздар.
Ушундай порода койлор издесеңиздер канча баш бар эми бу жерде? 30 баш бар экен ушул жерде. Номерин дагы айта кетсек, порода койлорду көп суранасыздар. 0559 менен 42 42 11 номерине чалып байланышыңыздар. Мына койлорду өзүңүздөр көрүп тургандай эле өтө чоң, тегиз, жакшы породадагы койлор экен. Bu çoğun koçkorun da boğasını bile geçse kançaya mı uşul? Boşqatari 19 ming kamı var. 19 ming so'm kemi var ekan. Öte çoğun koçkorlar da köp çıgat ekan. Gisar koçkor ekan. Kança tişen bu? 4 tiş koçkor ekan. Buna bizden kanalga kattalelek bolsanızlar, kattalыңыздар туғандар. Комментарийге калтырсаңыздар, биз ошого карат тартып беребиз.